Hikoya nomi: Qorong'i g'or sirlarida. Bir zamonlar O'zbekistonning tog'li hududlaridan birida joylashgan kichik Qumtepa qishlog'ida Bahodir ismli o'spirin yigit yashardi. U bolaligidan sarguzashtlarga, qadimiy xaritalarga va topilmalarga qiziqardi. Har kuni u otasi meros qoldirgan eski daftarga ko'z yugurtirib, notanish belgilarni o'rganar edi. Bir kuni Bahodirning qo'liga sirli xarita tushdi. Xarita eski bir g'orni ko'rsatar, unda yo'qolgan oltin yurak shu yerda yashiringan, deb yozilgan edi. Bu g'or yaqin atrofdagi Qorador tog'i etagida joylashgan, lekin u yerga borish xavfli hisoblanardi. Odamlar u yerda ruhlar kezadi, degan mishmishlarni aytishardi. Bahodir xavfga qaramay yo'lga chiqdi. U bilan birga eng yaqin do'sti Husniddin ham ketdi. Ular kechqurun yo'lga tushib, 3 kunlik yurishdan so'ng qorong'i, zich o'rmonni kesib o'tib, g'or og'ziga yetib kelishdi. G'orning ichkarisiga kirganlarda esa to'satdan yer titray boshladi. Ularni orqaga qaytishga majbur qiluvchi g'alati ovozlar eshitildi. Lekin Bahodir to'xtamadi. G'or ichi xaritaga mos ravishda turli sinovlar bilan to'la edi. Harakatlanayotgan toshlar, sirli jumboqlar va yovvoyi hayvonlar. Bahodir va Husniddin birgalikda har bir sinovdan o'tib, nihoyat g'orning eng tub joyida joylashgan oltin yurakni topishdi. Ammo ular bilmas edi, yurakni olgan zahoti butun g'or qulab tushishi mumkin edi. Bahodir qaror qildi, yurakni olmaydi. Balki bu yurak o'tmishdagi avlodlarning xotirasi edi. Uni yovuz niyatda ishlatish xavfli bo'lishi mumkin. U yurakni joyiga qo'ydi, lekin eski daftarga yozib, bu joyni kelajak avlodlar uchun saqlab qolishga qaror qildi. Ular qishloqqa qaytib, sarguzashtlarni hech kimga aytmadilar. Ammo o'sha kundan so'ng Bahodirning nigohida chuqur ma'no, yuragida esa yuksak jasorat paydo bo'ldi. Bahodir va Husniddin g'ordan qaytgach, avvaliga barcha narsa odatdagidek davom etayotgandek tuyuldi. Lekin oradan 2 hafta o'tmasdan qishloqda g'alati voqealar sodir bo'la boshladi. Kechalari notanish odamlarning soyasi ko'rinar, itlar doim g'azab bilan uvillardi. Qumtepada ilgari hech bo'lmagan sovuq tunlar hukm sura boshladi. Eng yomon xabardan esa o'sha tongda Bahodirning onasi ogohlantirdi. Bir necha kishi Bahodir va Husniddinni g'or haqida so'roq qilayotganini aytgan edi. "O'g'lim, sen nimaga aralashding o'zi?" dedi onasi yuragi siqilib. Bahodir tushunib yetdi, kimdir ular topgan sirni bilib qolgan. U va Husniddin g'orda hech kimni ko'rmagan edilar. Demak, ular kuzatib yurilgan. Yoki o'sha oltin yurak kimnidir uyg'otgan edi. O'sha kechasi Bahodir uyida eski daftarga bir narsa yozayotganida deraza tagida bir qog'oz paydo bo'ldi. Unga faqat bir jumla yozilgan edi. "Sen yurakka tegding, u endi seni chaqiradi." Bahodirning yuragi hapriqib urdi. Bu shunchaki qo'rqitish emas edi. U yurakka tegdi. Uni joyiga qo'ygani bilan g'orni uyg'otdi. Endi esa u qaytishga majbur edi. Bu safar yolg'iz emas. Ertasi kuni u Husniddin bilan uchrashdi va barcha bo'layotgan sirli hodisalarni aytib berdi. Ular birgalikda harakat qilishga qaror qilishdi, lekin bu safar oldingi safarga qaraganda ancha tayyor bo'lishlari kerak edi. Bahodirning bobosi, cho'pon sifatida tanilgan Abdulaziz bobo, o'tmishda shunga o'xshash g'orlar haqida ko'p afsonalar aytib bergan edi. Ularning oldiga borishdi. Abdulaziz bobo ularni jimlikda tingladi va oxiri shunday dedi: "Sizlar nafaqat yurakka, balki qadimiy muhrga ham tegibsizlar. O'sha yurak g'orning qalbini ushlab turgan. Endi u yer yovuzlik bilan to'lmoqda. Nima qilishimiz kerak?" so'radi Bahodir. "Yurakni yana uyg'otish kerak. Lekin bu safar faqatgina haqiqiy yurak egasi, ya'ni qalbida qo'rquvsiz va pok niyatli odamgina uni uyg'ota oladi. Vaqtingiz ko'p emas." Bahodir ko'zlarida qat'iylik bilan bosh irg'adi. "Men qaytaman." Tog'lar orasida tun yana qorong'u va sovuq edi. Bahodir va Husniddin bu safar qo'l chiroqlari, arqonlar, oziq-ovqat, hatto kichik pichoq va muqaddas duolar yozilgan varaqlarni ham olib yo'lga chiqishdi. Ularga Abdulaziz bobo hamroh bo'lmadi, lekin duo qilib kuzatdi. G'or ularni kutayotgan edi. Ammo bu safar u yerga yetishganlarida ular hayratdan qotib qolishdi. G'orning og'zi avvalgidek ochiq emasdi. Qora tuman bilan o'ralgan edi. Har bir nafas olish o'ziga xos sinov. Har bir qadam yurakni siqadigan xavf edi. Ular oldinga yurarkan, to'satdan devorda sirli yozuvlar paydo bo'ldi.
Bahodir birinchi safar chizib olgan belgilarni yoddan chiqarishmagan edi. U jumboqni o'qib shunday dedi: faqat haqiqat ko'ziga qaragan yurakkina qorong'ilikni yorita oladi. Bahodir jim bo'lib qolgancha oldinga yurdi. Husniddin unga ergashdi. Ichkariga kirishganlarda birdan devorlar titray boshladi. G'or ichidan g'alati ovoz eshitildi. Bu inson ovoziga o'xshamagan edi. G'or tirik edi. To'satdan yer yorildi va Husniddin pastga qulab tushdi. Husniddin deb baqirdi Bahodir, lekin do'stining ovozi eshitilmadi. U ikki yoqlama qaror oldi, ortga qaytmaydi. Do'stini ham qutqaradi, yurak sirini ham ochadi. Bahodir chuqurga sakradi. Pastda u yer osti daryosiga tushdi. Sovuq suv ichida bir necha daqiqa suzib yurib, nihoyat Husniddinni topdi. U hushidan ketgan edi. Bahodir uni tortib chiqardi. Shu payt to'satdan devor yorilib, ichidan nur sochgan yurak paydo bo'ldi. U avvalgidan ham kuchliroq porlab turar, lekin yongasida qora soya harakatlanardi. Bu g'orning qo'riqchisi edi. Yarim odam, yarim maxluqqa o'xshash mavjudot, ko'zlari olovda yonar, yuragini himoya qilayotgan edi. Bahodir qadam bosdi. Men yurakka ziyon yetkazmoqchi emasman. Men uni o'zimdan kuchli deb tan oldim. Men uni saqlamoqchiman. Mavjudot uni sinovdan o'tkazayotgan edi. So'ng uning qo'li Bahodirning yuragi ustiga cho'zildi. Bahodir hech narsa demadi. Qimirlamadi. Bir necha lahzalik sukutdan so'ng mavjudot orqaga chekindi. Yurak asta-sekin osmonga ko'tarildi va ularning atrofida yorug' nur yoyildi. Shu ondayoq g'orning titrashi to'xtadi, yovuzlik yo'qoldi. Husniddin hushiga keldi. Biz yutdikmi? Dedi u asta. Bahodir jilmaydi. Yo'q. Biz o'rgandik va himoya qildik. Ular yurakni yana joyiga qo'yib, tashqariga yo'l oldilar. G'or yana yopildi. U endi tinch edi. Lekin faqat Bahodir va Husniddin bilardi. Bu sarguzasht endi tugadi, lekin sir hanuz yashirin. E'tiboringiz uchun rahmat.